ya'ni insonlar to'planib, juma o'zi nomi bilan jamoat, to'g'rimi? Mana bu joylar to'lib toshib gaplashilsa yaxshi. Lekin jamoatlar kam. Qiyomat kunida Alloh azza va jallaning huzurida javob berishimiz borda. Alloh taolo sizlarning mahallangizga mana bir masjidim bino qilingan edi. Lekin sizlar u masjidni to'ldirmadingiz. U masjidlar huvillab qoldi. U masjidlarga chiqmadingiz deb savol berganda qiynalib qolamiz. O'shaning uchun masjidlarni to'ldirib turishimiz inshaalloh karim yaxshi bo'ladi. Alloh azza va jalla bu masjidlarni obodligini go'zalligi bilan, gilamlari bilan, devordagi naqshlari bilan hisoblamaydi. Alloh taolo masjidlarni obodligini faqatgina odamlar bilan hisoblaydi. Innama ya'muru masajidallohi man amana billahi wal yawmil akhir. Alloh taoloning masjidlarini bino qiladiganlar ular Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar deydi. O'shanda bino qilish deganda nimani aytadi? Alloh to'ldirib turadiganlar deydi. Har qancha masjidlarni siz go'zal qilmang, agar u masjidda qavmlar bo'lmasa, huvillab yotadi. Go'yoki go'zal qilib qurilgan qasrlar huvillab turgandek insonlarsiz.